Assalomu alaykum kitob qimir do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövәнде sizlarga yozuvchi Habibulloh Abdumitning Muz tutgan daryo nomli romanining 24-qismini anglitishga boshlaymiz. Atrof tep-tinch. Igiz do'ng va odam bilan bo'ylashadigan qor dovillari butun jahonni qoplab turardi. Osmon bo'lsa bora-bora xunuklashayotgandek qilardi. Havaning payli yeni bir qatimliq sovuqning yukini elib keldigan qorning hididan bishorat berib atadi. Mana bu odamsiz qorliq jilg'iga ona va bolaning taqdir qismati butilgan edi. Aslida bu yo'llarga Ili sultonligining bahodir sarkardasi Abdurasul Bekdek bahodir o'g'lonlarning tarixiy izlari butilgan edi. Ayni chog'da Abdurasul Bekning otliq qo'shinlari mushu jilg'i orqali vatanimizni miniq tajovuz qilib kirgan Chor Rossiya askarlari bilan jon tikib jang qilib, ularni qaysi yo'l bilan kelgan bo'lsa, shu yo'l orqali qochishga majbur qilgan edi. Abdurasul Bekning otliq azimatlari yo'lning havo klimatining dishvorchiligiga paylamay, mushu jilg'ilarda osmonni yepincha yerni silinchi qilib yetib, vatan tuproqlarini qo'g'dash uchun kecha-kunduz jang qilgan edi. Hazır bo'lsa o'ziga erkinlik izlab jonlarini olqiniga ilib mangan yosh xonim o'g'lining qo'lini chang tutib mamuq o'tkining ostida mijilayotgan qorlardan ingirgandek chiqayotgan tovushlarni jahonga yangratib ketyotdi. Ona bilan bola tog'larga qaraydi. Tog'lar ularga boqadi. Hamma yerda mutlaq jimjitlik hukm surayotgan edi. Onaning xiyol dunyosi real dunyodek jimjit emas edi. Onun xiyalidan mundaq o'ylar kechayotdi. Balaliq chog'larimdan boshlab hayotga bo'lgan ishtiyoqimni mushu oppoq qariq purkungan tog'lar oshirgan edi. Mushu tog'lar ichimga umidning urug'idan chashgan edi. O'zim g'arbdan sharqqa so'zilib yotgan Tangri bilan uningdan shoq ayirib chiqqan sharqiy shimoldagi Eron Qoburg'i tog'lari, Ko'kürjün tog'lari, Bulg'inir tog'lari va Abral yetti tog'lari o'rab turgan g'uljidan iborat bu tog'liq simida tug'ilib o'sganligim uchun tog'larga bo'lgan havasim oldimdagi dilmuq tog'lardek yuksak edi. Hozirmi ushbu tog'lar menga madad bermoqda. Mazkur tog'larning cho'qim menga o'z qo'ynidan erkinlik qochadigan yo'lni ochib berdiganligiga ishonchim komil. Men cho'qim hozir peshimni chang tutib turgan o'g'limning omonligi ve baxti uchun yaramlıq bir odam bo'lib yetishib chiqishi uchun yo'llashimning lagerda turib mendan kutgan umid orzulari uchun bobomning to'kkan ko'z yoshlari uchun sog' salomat mushu tog'lardan halqib o'tishim lozim. Shu vajidan mushu tog'lardek tik turishim kerak. Yosh xonim o'g'liga qaradi. Bolaning hozirgi irodasi onasininkidan qattiq edi. Umu onasiga o'xshash g'ayrat bilan ketyotdi. Onun ustiga u birdamlik qiyinchilik oldida shu hamon yengil bulutga aylanib ketadigan irodasiz ota-onalarning pushtidan to'ralgan bola emas edi. U o'shnisirik so'mkisi besib turgan gavdisini ruslab turib, tatliq tili bilan "Apa, mush tog'dan o'tamdoq" deb so'radi. Yosh xonim darhol "Ha bolam, shundoq. Ansirma, ustidan o'tmaymiz, orasidagi jilg'i yo'ldan o'tamiz" deb qisqacha javob berdi. Bala aldığı bir qancha qadam mağandan keyin atrofdagi cheksiz ketgan qatma-qat qarliq cho'qqilarga bir qur ko'z atdi va mush tog'lar bo'lmagan bo'lsa yo'limiz shunchalik oson bo'lar ekan to'q dedi. Onasi darhol javob berib, "To'g'ri aytding saqam. Shundaqdimi ansirma. Orasidan o'ng'ayli o'tadigan sen o'ylagandek bir tuz yo'l cho'qim chiqadi" deb bolasining beshidagi do'ppisini silab qo'ydi. Lekin bola onasining bu so'ziga ancha ishinib ketmadi. Shundaqdimi onasiga ilhom bermoqchi bo'lgandek qilib, yuziga qarab tatliq kulib, onasining fikrini tasdiqladi. Ushbu tog' ona va bolaning taqdiri uchun test sinoqlarni hozirlab turadi. Shu vajidan ular g'ayratli bo'lishi lozim. Ular mushu g'ayrati bo'yicha mangdiganli bo'lsa, kechida panohlanadigan aplik joyni tepib, azroq ko'zini uyquga ilindiribla tang aytish bilan tang uyoq omon eson o'tib ketgili bo'ladi. Ularning ta'liga taqqa bu yil burunqidek unchalik ko'p qarayolmagan edi. Oldidagi jilg'i yo'lini va tog'ning pokalarini qalin qor qoplab ketmaganligi uchun shamol yolab ola-tog'il qilib qo'ygan edi. Ona va bola dastlab mengayotgan qorimi ularning o'shiqig'imi kelmaydi. Şoňa ularning yo'l elishi xilli osonga to'xtayotdi.
Növətdə adamni xotirjam qilayotgan narsa ularning favqulodda irodalik bo'lib, hech nimadan qo'rqmay uzluksiz oldiga qarab mengayotganligi edi. Bundaq bir tavakkülçülük har qanday kishini taң qaldiratdi. Albatta, yosh xonimning o'g'lini ilib erkinlik uchun tavakkülçülük qilishining o'zi yo'lliq bir harakatdir. Ular hozir oqibatining qanday bo'lishini xiyoliga keltirmayotdi. As xiyoli bo'lsa, tezroq yo'l ilib, kun o'ltirishning oldida bo'y aytib bergan nishonga yetib berib, aplik bir joyda tangning etishini kutishdi edi. Ularning hozirgi faoliyati dal oqibatni o'ylagan qahramon bo'lolmaydi degan so'zga uyg'un keladi. Darvaqa ular yo'lda nimalarning yuz berdiganligini yo'l ustida ko'rishga tayyor. Ularni bundaq bir g'ayrat keltirayotgan harakatlantirguvchi kuch faqat tog'ning g'arb tarafiga o'zlari orzu qilgan erkinlik edi. Balaning putlari kalvalashib, jelg'idagi qardan beshini chiqarib marab yotgan toshlarga osonla putlashyotdi. Ana o'g'lining bu holini ko'rib, sal ansirashga boshladi. Yana shundaqdimi o'g'liga madad berib, yo'lni davom qilyotdi. Mudir cho'qur yo'lda yana bir ozmongandan keyin Bovoy aytgan sol tarafga qayrilgan tor jilg'i yo'li ko'rindi. Ular darhol so'liq qayrilib yo'lni davom qildi. Lekin qadamlari asta edi. Atrofda yana jimjitlik hukm surayotdi. Quyosh bo'lsa bag'on sari g'arbga siljib, tog'ning orqasiga o'ltirishga tutish qilayotgan edi. Osmondagi oqish bulutlarning o'rnini qora bulutlar olgan edi. Darvaqa quyoshning nurida nima degan ajoyib qudrat bor ha? Mana endi quyosh nuridagi ana shu qudrat asta-asta yo'qolayotdi. So'g'uqmi o'z kuchini ko'rsatishga boshlagan edi. Qahratan so'g'uq balaning burunlarining uchlarini qizartib etgan edi. Yo'q, burnining uchinla emas, balki kichik vujudining uchiq qolgan hamma yerini, jumladan qo'shiqdek yuzini va do'ppisidan sirtqa chiqib qolgan nefis jildidek quloqlarining qirlarini chechak bargisidek qizartib etgan edi. Yosh xonim o'g'lining muzlab va erib ketganligini nazarga olib, jilg'i siyrilib tushgan tog'ning bag'ridagi bir quram toshni dalda qilib, biroz dam olmoqchi bo'ldi va so'mkisidagi termosni olib o'g'liga qaynoq suv quyib berdi. Bu chog'da havoda qayoqdan uchib kelgani noma'lum bo'lgan bir burkut paydo bo'ldi. U qanot suzib uchib yosh xonimlar turgan joyni pamlab, bag'on sari pastlab kelyotdi. Bu ahvolni ko'rgan yosh xonim birtilla andishiga tushdi va endi hech ishdan xabari yo'q holda xotirjam qaynoq suv ichayotgan o'g'lini qo'rqitib etmaslik uchun tamkinlik bilan uni asta tortib, toshning yon tarafiga o'tkazdi va bu jarayonda ko'zini ko'kdan uzmadi. Yosh xonimning ushbu harakatlari go'yo arqon ustida mengayotgan dovozninkidek shunchalik ehtiyotli edi. Biroq aqli ishtik, ko'zi o'tkir bo'lib ketgan edi. Sazgur bola bo'lsa, onasining harakatlaridan yomon bir ishning sharpisini tuygandek bo'lib, darhol onasiga o'zligidan moslashib, qo'ldagi qaynoq suvni ishtik o'tlab etgandan keyin quyuq yaproq orasiga mukib olgan guldek toshning yeniga mukundi. Burkut bo'lsa, mijozi qo'danshib ketgandek asabiylarcha ovoz chiqarib, ona va bolaning to'pisida chambar shaklida jiddiy aylanib, uchishga boshladi. Yosh xonim bo'lsa, burkutning asabiy chirillishidan oldida bir talofatning borligini pamladi. Burkut to'xtamay chirildab, qanotlarini so'zib, yana bir qatim aylanib o'tgandan keyin ko'kka o'rlab suran tortib, yundu rangidek osmon qahrida bir qora chekitga aylanib, oxiri ko'zdan g'oyib bo'ldi. Jimjit tabiat qo'ynida burkutning chirildigan ovozi texnik kuchlik anglanib, atrofga birdan bo'lsa dahshat solgan edi. Gerçi burkut odamning ichida ko'zdan g'oyib bo'lgan bo'lsa-mu, biroq jimjit tabiat qo'ynida texnik kuchlik, texnik dahshatlik anglanadigan chirillashlar orqali o'limning, hijronning, nadomatning hidini ona va bolaning ustiga tashlab qo'yib ketgan edi. Yosh xonim jiddiylashib, yuraklarining so'qishi birdan tezlashib ketgan edi. U darhol bu yerdan ketish uchun harakatga o'tdi va og'zi ochiq qolgan qafasdan uchib chiqqan qushlardek o'g'lini yetaklagan peti ushqandek mengib yo'lni davom qildi. Burkutning chirillashlarini anglagan va onasining ruhiy holatidagi o'zgarishlarni bayqagan bola burunqidan battar ushib bo'lib ketgan edi.
U lamjim demey, anısı başlap mağan oңgul-doңgul jılgı yolda igiz bes tässäp ketip Yaş hanım korkkan edi. Birak oğluğa cesaret beriş yüzünden özünü cesur körüsüşke tirişdi. Ve cesur boldy. Peşiga çıň esilgan peti korkunç bilen cesaret arasida temtirep ketipatkan oğluğa qarap, özüri peyda bolgan korkunç tuygusyny ýoşuruş üçin külüp goýuwatatdy. Mana şu tapda ana we bala kazan bilen tuvaqdek bir-biriga şunçilik maslaşgan edi. Dervaqa ananyň oğuldan başga ensirgidek keşnimisi ýok edi. Eri zaten jaza lagerda. U yerden kaçan çıkıdı? Kandak çıkıdı? Ölük çıkamdı yoki tirikmi? Bular anaga mutlaq namalum ve ularni paraz qilib yetişmi mumkin emas. Bu toğrusida erimi mektubida ümitsiz ma'nolarni ifodalaydigan jumlalarni yozgan edi. Demek uzun gapning qisqasi yosh xonimning o'g'li endi bo'ldi ekan, hech nimadan ansirmaydi. Qo'ldan berib qo'yg'idek o'g'lidan boshqa hech nimasi qolmagan edi. O'z ilkida hech nimasi yo'q odam hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketadi. Hech nimadan qo'rqmaydigan odam jasur, talba bo'ladi. Yosh xonim ana shundoq odamlar toibasidan bo'lib qelyapti. Shu vajidan yosh xonim bu xatarlik yo'lga tavakkul qilgan. Hozirmi jilig'ini bo'ylab u yoqqa o'tish to'g'risida ikkilanib qolmadi. Erkinlikning shapisi kelib turadigan tarafga yaqinlashgan sari irodasi po'latdek tovlanayotdi. Yo'l ustidagi dishvorchiliklar ona va bolaning oldida mushu tog'ning bir tal kichik teshini o'tkaganchilikli bir ish bo'lib tuyulayotgandek qiladi. Biroq mazkur yo'l ona va bola uchun bek og'ir imtihonlarni tayyorlab qo'ygandek qiladi. Shu sababdan ona va bola mo'ljalligandami battarroq kuchli bo'lishga to'g'ri keladi. Yerim yo'lda bel qo'yib o'tishga zinhor bo'lmaydi va ularning peshiq keladigan bolalarni tasavvur qilishga odamning ro'yi bormaydi. Ular davomliq ilgirlayotdi. Atrofdagi shaharlarga diqqat bilan quloq solib mengayotdi. Ularning irodasi qat'iy bo'lib, qanday qilib bo'lmasin at saharda cho'qim o tarafga o'tib ketishga ishonchisi komil edi. Ana va bolaning o'zlariga bo'lgan ishonchisi ularning o'zlariga beradigan birdan-bir tasallisi hisoblanadi. Ana shu ishonch ularga hamroh bo'lib yo'l boshlab ketyotdi. Yo'lning qisqarishiga ergishib, vaqtmi qisqarib, kun o'tirishga taraddud qilyotdi. Ana va bolaning oyoqlaridan chiqqan ovozlar ana shu gungolik aralashib ketyotdi. Osmonda tuyuqsiz palak bo'ylab uzib yurgan qora bulutlar paydo bo'lib, tugman teshidek aylanayotdi. Birdan sovuq shamol kuchayib, havo texim muzlashga boshladi. Havodagi bu xil tez o'zgarish ona va bolani tamtirtib qo'yotdi. Endi ularmi muzlashga boshlagan edi va osmondan donliq qor yoqqil turdi. Birdamning ichida ularning usti beshi oppoq qor bilan cho'nkilib ketdi. Havo tutilib ketgachga osmon va zamin bir-biriga asta-asta tutishib, bir butun bo'lib bir-biridan ilg'i qilish mumkin bo'lmay qolgan edi. Faqat yig'iyotgan qorni o'lcham birlik qilib turibla yer bilan zaminni ayirish mumkinchiligi tug'ilgan edi. Ketayotgan yo'l tog' orasidagi jilg'ida bo'lg'ashqa, yo'ldan adashib ketish ehtimoli yo'q edi. Faqat udul qarab ilgirlasila bo'laveradi. Biroq ular oldidagi yo'l uzrab ketib, qorong'u tushib ketkicha panohlanadigan joyni topolmay qolishidan ansirayotdi. Bu ansirash tuyg'usi yo'lning uzurishiga ergishib, bo'libmi bolada qo'rqinchni paydo qilishga boshlagan edi. Ya'ni shundaqdimi o'zini cho'ng odamlardek changlagan bola onasiga o'zining qop yurak ekanligini isbotlamoqchi bo'lgandek qilib, oldida mardona qiyofatda ketayotdi. Shamol uchirgan qor ushqunlari kelib, bolaning yuzlariga urilayotdi. Yosh xonim bo'lsa, bolasining bir narsaga putilishib yiqilib ketishidan ansirab, uningga hay bergandek qo'lini chang tutib olib, o'ziga tortib ketayotdi. Yosh xonim yanada navoda qorong'u tushib ketgich panohlanadigan aplik bir joyni topolmay qilib, o'zlarining pishkalchilik uchrab qolishining andisini aqlidan chiqara olmayotdi. Darvaqa qorong'u tushib ketsa, mudur chuqur yo'llarda hech nimani farq etolmay yiqilib tushib yorilishi va yoki jilg'i yo'ldan qayib ketib o'ylamagan ishlarning yuz berib qolishi har holda ehtimoldan yiroq emas edi.
Yosh xonim ana shu ehtimolliklarni o'ylab o'lgudek qo'rqib. Rostilla qorong'uda qolsa piljiktorni yiqishga albatta bo'ladi. Biroq biror qorovul piljiktorning yo'riqini bayqab qolsa, ularning atdigandan kechgacha tortgan jafolarining hammasi bekorga ketishidan boshqa, yosh xonim bu yerlarda kichik bola bilan nima qilib yurganligini tushuntirolmay, bolaning cho'ngib qoldiganligi aniq edi. Yosh xonim ana shundoq bola qazolarning beshiga kelib qolishini o'ylab, yurak qepidan chiqib ketadigandek so'qib ketyotdi. U oxiri o'zini asir olgan qo'rqinchli xiyollarda ozod bo'lish uchun qorong'uga tushishmamdi. Qandoqla bo'lmasin bir amallarni qilib, panohlanadigan bir yerni tepishga tirishiman deb o'yladi. Dal mush chog'da ularning oldida havorang bir sis pardasi esiqlik turgandek bilindi. Orqadanla birlarining oyoq tevishini olgandek bo'ldi. Ammo bu oyoq tevishining egisini ko'rgili bo'lmaydi. Balki mazkur oyoq tevishi burkut aylanib pushqan yerda biror shapining borligidan gumonlanib, bu yoqqa kelayotgan chegara qorovul askarlarining oyoqlarining ostidan chiqqan tovush bo'lishi ehtimolga yaqin edi. Yosh xonim amdi davomli oldiga qarab mengishga jur'at qila olmadi va o'g'lining qo'lini chang tutgan peti joyida midirlamay, haykaldek qetib qoldi. Ularning usti beshi oppoq qarga cho'mkalgan edi. Bolaning yuzlari muzlab, achchiq meg'zi olgan bolaning chiroyidek purlashib ketgan edi. U texi tunigan yoki bir kech ilgari baxtiyor bola edi. Amdi bo'lsa qorliq tog'da tamtirab qolgan onasining yonida g'amning dastidan tushib ketgan qapoqlari besib turgan harg'in ko'zlarini andishi ichida uyoq bu yoqqa midirlatib, onasining chora tadbirlarini kutib turardi. Shu damda ona va bolaning g'am andishisiga dunyodagi har qanday g'am andisha tang kelmaydi. Ularning yonida turgan qiyodoshlar mushu ona bolaning g'am andisini cheksa edi, balki g'am andishi dastidan yerilib ketgan bo'lar edi. Ammo odam degan qon go'shtdan putilgan mavjudot bo'lganiga baxmay, alomat chidamliq bo'ldi ekan. Mana endi o'zluksiz anglayotgan tivish bag'on siri yaqinlab kelyotdi. Ushbu yiqimsiz tovush bo'lsa, yosh xonim quloqiga tegayotgan mushtaq shunchalik azobliq va qo'rqinchli bilinib ketyotdi. Aslida bir oila kishilari uchun har kunning mushu vaqtlari eng yaxshi vaqt hisoblandi. Bundaq chaqda hamma odam bir kunlik ish faoliyatlarini tugatib va kashlik g'izosini yeyish uchun Shiraning cho'risida oila bo'yicha o'ltirib, birlikda kashlik g'izolandi. Mushu baxtli chaqni o'ylagan har kimning yuragi ajoyib hayajonlandi. Shuning uchun har kunning bu chaqlari hamma odam uchun go'zal. Mana dal mushu vaqtda ona va bola tog' orasida ham tabiat ham insonlarning tavushlaridan qo'rqib, nima qilishini bilmay chorasiz yurardi. Yosh xonim darhol o'zini o'ngishib olishi va cho'qim chora tadbir tepishi kerak edi. Albatta, chora tadbir besim ostida o'tirg'i chiqdi. Ana shu uzluksiz kuchayotgan oyoq tovushi yosh xonim uchun hayotidagi eng cho'ng besim hisoblanadi. Dal mushu vajidan u tavakkul qilishni o'yladi. Odam degan ba'zida xatarga tavakkul qilishni bilishi lozim. Har bir tavakkulchilikning qo'ynida ajoyib sirlarga boy mo'jizalar yotgan bo'ladi. Ana shu sirliq mo'jizalar sizni erkinlikka yetkazadigan yo'lni ko'rsatib beradi. Yosh xonimning nigohiga o'ng tarafdagi g'arib tomon so'zilgan tog' o'rkishi go'ngi chaliqdi. Buning bilan o'g'lining qo'lini chang tutgan peti ana shu xira ko'rinib turgan tog' o'rkishiga qarab mangdi. Yo'l ham tor, ham g'arib qarab uzun so'zilgan edi. Ustidagi osmonning tegi ko'rinmaydi. Yig'iyotgan qarning oyog'i uzilmayotdi. Ular yirtqich hayvon va yirtqich qushlardan qochayotgan to'chqonlardek shunchalik ishtik ketyotdi. O'rkashning yonlaridagi qiyo toshlar orasidan unib chiqqan giyohlarning quruq shoxlari chaponlarning yanglariga tegib ajoyib g'aroyib tovushlarni chiqaryotdi. Ona va bola qo'rqindan titrayotdi. Uchqur qarlar orqasidan qo'g'layotdi. Shuning bilan birga yana shamol qor ustidagi izlarni yalab o'chirib yetib boradi. Ular endi isib terlashga boshlagan va qo'l-putlari talgan edi. Bolaning o'shni somkasi mo'risini besib mukchaytayotgan edi. Yosh xonimning qo'ldagi somkasimi bag'on siri eg'ir tuyulib, qo'llari tegilib ketgan edi.
Yen şundaqdımı ular gayret kelib, goya jangi ölümni qoğuluşup ketiyotgan jangchilardek mardona qadam tashlab yo'l elib ketiyotgan edi. Ular bu yo'lda noaniqlik va tavakkülchilikni oliy g'oya qilgan edi. Gerçi ularning taqdirining nim bo'ldiganligi Xudovandi Kerimning amri bilan Allah burun pütüp qo'yilgan bo'lsa-mu, ular yanada bu safarni o'ngishli tamomlash uchun sabab qilib, ehtiyot bilan mengishga to'g'ri keladi. Yosh xonim bo'lsa, Xudovandisining o'g'li uchun bo'lsa-mu, bir mo'jiza ko'rsatishini tilaydi. Yosh xonim mushu damlarda faqat mushu bugun uchunla ta hozirgacha yashab kelgandek va mushu qarayotgan kechqurun uchunla bu dunyoga to'ralgandek, bugun kecha o'g'lining baxti belgilandigandek shunchalik kuchli umid orzu bilan va shunchalik ehtiyot bilan ketayotdi. U yo'lda yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan barliq ishlardan oldin xabar olishga hozir holda qo'liqdan tutib mengayotdi. Shuning bilan birga chegara mudofaa qorovul askarlarining qayoqdan kelib o'q chiqarishini obdan pamlishi va bolasining hayotini qanday qo'g'dishini bilishi lozim edi. Hamda doim deganimizdek, qorong'u tushib ketkichi bo'lgan orliqda panohlanadigan aplik bir joyni tepib olishga to'g'ri keladi. Shu vajidan yosh xonimning vujudi va zehni doim harakat holatida edi. Tar yo'lning atrofiga sapsilib mengayotdi.